strelka bo'yicha ketadi. Ya'ni hozir nasosdan keladigan suv membranaga kiryapti. Mana ikkita membranaga kiryapti va ikkita membranadan chiqib mana katta ikkita membranadan chiqib ostdagi membranalarga kiryapti va ostdagi suv bu yoqqa qarab yo'nalish ketyapti. Bu yoqqa qarab. 500 talik filtrlarda aksincha bo'ladi. Demak, hozir bu yerda 500 talik filtrimiz ham bor. 500 talik filtrda mana bu ikkita membrana kolba bo'lmaydi. Yuqorida ikkita bo'ladi. Birinchi membranadan kiradi va aylanib bu yoqqa o'tadi. Bitta membrana suv yo'nalishi bu yoqqa qarab qo'yiladi, ikkinchisi bu yoqqa qarab qo'yiladi. Bunda 1 tonnalikda ikkita membrana bu yoqqa qarab qo'yiladi, ikkitasi bu yoqqa qarab qo'yiladi. Qanaqa filtr bo'lishidan qat'iy nazar, birinchi o'rinda nasosdan kelayotgan shlangni suv yo'nalishini aniqlab membranani qo'ysangiz, hech qachon adashmaysiz do'stlar. Bunaqa filtr bo'ladimi yo boshqacha filtr bo'ladimi? Suvning yo'nalishini aniqlab membranani suv yo'nalishi bo'yicha qo'yish kerak. Mana shu holatda suv yo'nalishi bo'yicha qo'yiladi. Demak, qo'yishni boshlaymiz. Mana bularni ochib oldik biz. Siz ham ochib olasiz. Qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar, mana bu boltlarni yechgandan keyin bularni chiqarasiz. Chiqarganingizdan so'ng bu plastik chiqarishni o'rgataman, eng oson usulini. Demak, mana bu yoqqa qo'yib ushlab turamiz mana shu holatda. Va mana bu rezvaga tushadigan qanaqadir moslama yasab olishingiz kerak. Mana bizda bor unaqa. Mana shuni buraymiz. Bu bo'lmasa chiqarib bo'lmaydi. Yaxshilab qotirib olamiz. Qotirdik. Mana qo'lda qotirishda o'zi yetarli. Kulishda qotirish shart emas. Demak, buni to'g'ridan to'g'ri tortishimiz noto'g'ri. Hozir bunda chiqib ketgan bilan ko'plab membrana kolbalarda chiqmaydi. Yillar mobaynida qotib qolgan bo'ladi. Juda ham qattiq bo'ladi. 2-3 kishi tortib sindirib qo'yganlar ham bor. Buni chiqarishning eng oson usuli pastga tepaga, chapga o'ngga, pastga tepaga, chapga o'ngga o'ynatib tortib olamiz. Pastga tepaga o'ynatib tortib olamiz. Bu hozir yangi bo'lgani uchun oson chiqyapti. Keyinchalik bunda tuzlar qotib qolgandan keyin chiqish qiyin bo'ladi. Shu pastga tepaga, chapga o'ngga qilib tortib olganimizdan so'ng membranani olamiz. Mana membrana. Suv yo'nalishi u yoqqa qarab ketyaptimi? Mana bu rezin tarafi bu yerda qoladi. Mana shu holatda qo'yamiz membranani, mana shu holatda. Demak, membranani mana shu holatda qo'yamiz, mana. Uch tarafida rezin yo'q tarafi bilan qo'yamiz strelka bo'yicha. Suv yoqqa qarab ketayotgani uchun mana shu ikkita membranaga mana to'g'ridan to'g'ri nasosdan kelyapti, ikkita membrananing suv yoqqa qarab chiqib ketyapti. Mana shu holatda qo'yishdan oldin ko'pchilik bunga vazelin yoki qanaqadir germetika, qanaqadir solidor surtib membranani biroq qiladi.